Assalomu alaykum. Quyidagi integralni ikki usul yordamida hisoblaymiz. Integral 0 dan 1 gacha kvadrat ilzosida x minus x kvadrat dx. Yech. Birinchi usul. Beta va gamma funksiya xossalaridan foydalanamiz. Berilgan integralni yozib olamiz. 0 dan 1 gacha kvadrat ilzosida x minus x kvadrat dx teng 0 dan 1 gacha kvadrat ilzosida x 1 minus x dx teng integral 0 dan 1 gacha x ning 1 taqsim 2 darajasi va 1 minus x ning 1 taqsim 2 darajasi dx. Beta pq teng integral 0 dan 1 gacha x ning p minus 1 darajasi va 1 minus x ning q minus 1 darajasi dx. Bu yerda p minus 1 taqsim 2 bizni misolimizda q minus 1 esa 1 taqsim 2 ga teng. Bundan p va q'lar 3 taqsim 2 ga tengligini ko'ramiz. Demak, berilgan integralimiz 0 dan 1 gacha x ni 1 taqsim 2 darajasi 1 minus x ning 1 taqsim 2 darajasi dx beta 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu gamma funksiya bilan quyidagicha bog'langan. Gamma 3 taqsim 2 ko'paytirilgan gamma 3 taqsim 2 bo'lingan gamma 3. Bu teng bo'ladi. Gamma 1 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan gamma 1 plus 1 taqsim 2. Gamma 3 esa bizda 2 faktorialga teng. Bu teng bo'ladi. 2 faktorialimiz 2 ga teng va bu yerda 1 taqsim 2 gamma 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 gamma 1 taqsim 2. Demak, bu teng 1 taqsim 8 va bu yerda gamma 1 taqsim 2 1 taqsim 2 ni 1 minus 1 taqsim 2 deb yozsak, demak gamma 1 minus 1 taqsim 2 bu teng bo'ladi 1 taqsim 8 ko'paytirilgan pi bo'lingan sinus 1 taqsim pi taqsim 2 ga. Bu teng pi taqsim 8 ga teng. Endi ikkinchi usul yordamida hisoblaymiz. Ya'ni berilgan integralimiz 0 dan 1 gacha x ning 1 taqsim 2 darajasi 1 minus x ning 1 taqsim 2 edi. Bu yerda belgilash kiritamiz. X ning 1 taqsim 2 darajasi sinus t. U holda x teng sinus kvadrat t dx esa 2 sinus t ko'paytiruv kosinus t dt. Integral chegarasi o'zgaradi. 0 dan pi taqsim 2 gacha sinus t kosinus t ko'paytiruv 2 sinus t kosinus t dt. Bu teng bo'ladi 2 integral 0 dan pi taqsim 2 gacha
sinus kvadrati kosinus kvadrati dt. Bu teng bo'ladi 0dan pi taqsim 2gacha sinus kvadrat 1 taqsim 4 sinus kvadrat 2t ga teng. Bu o'z navbatida teng 2 ko'paytiruv 1 taqsim 4 0dan pi taqsim 2gacha sinus kvadratini 1 minus kosinus 4t taqsim 2 deb olamiz. U holda bu teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim 2 t 0dan pi taqsim 2 gacha hamda minus 1 taqsim 16 sinus 4t integral chegarasi 0dan pi taqsim 2 gacha edi. Bu teng bo'ladi pi taqsim 8 minus 0. Ya'ni bu teng pi taqsim 8 ga. E'tiboringiz uchun rahmat.